Salom do'stlar, sizlar bilan yana Manyus kanali. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Demak do'stlar, bugungi videoda ham biz o'yin o'ynab pul ishlash haqida video chiqaraman. Bu videoda bizga ikkita programma kerak bo'ladi. Bitcoin Blast va Coinbase programmasi. Coinbase bu pulni chiqarib olish uchun programma bo'ladi. Bitcoin Blast bu o'yin. Mana do'stlar, bunga kiramiz. Videosida ссылка qoldiraman ikkala programmaga ham yoki bemalol Play Marketdan sketchat qilib olishingiz mumkin. Demak do'stlar, bu yerda shunday ko'rinish chiqib keladi. Mana menikida soat turibdi, 24 soat. Sizlarda bosiladigan knopka chiqadi, o'shani bosib bemalol o'yin o'ynaymiz. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring. Videoda bir bu programmaga tegishli sirni aytib o'taman. Oxirroqda ko'proq ishlashingizga yordam beradigan. Mana do'stlar, programma bu uchtasini birlashtirib o'ynaysiz. Unchalik qiyin o'yin emas. Agar yutqizsangiz ham har o'yin uchun 100 tanga beraveradi. Har 1000 tanga bo'lganida bu yerdan cash outni bosib chiqarib olamiz do'stlar. Mana 13-aprel kuni bergandim. Kecha tushibdi pul. Hozir ko'rsataman. Programma 100% to'laydi. Keyingi chiqarish uchun 5 kun kutishim kerak ekan. Mayli do'stlar, mana 24 soatdan keyin yana o'ynab pulni yig'ib olishim mumkin. Do'stlar, mana ko'proq pul ishlab birdaniga ko'proq pul chiqarmoqchi bo'lsangiz, 1000 bo'lish bilan sirasi chiqarmang. Mana hozir men yig'dim, 10.000 bo'lganda chiqarmoqchiman. Do'stlar, shuning uchun bu shu siri bo'ladi. 1000 bo'lganda chiqarib qo'ysangiz, yana kutishingiz yo'q keladi. Shuning uchun bemalol o'ynashingiz mumkin. Chiqarib olish uchun bu yerda cash outni bosib Bitcoin kashlogimizni, Coinbase kashlogimizni kiritamiz. Coinbase kashlog, zo'r kashlog do'stlar. Hamma kriptovalyutalar bor. Mana do'stlar, получено Bitcoin at Billing Financial. Mana kiramiz. Mana ko'rdingiz do'stlar, status complete. 3:35 da 14-aprel kuni kelgan. 103 satoshi. Hozir buni qancha pul bo'lishini tekshiramiz. Mana do'stlar, shu bitta 1000 tangani chiqarib olgan pulimni nech pulligini mana 0.5 kopeyka ekan. Do'stlar, menimcha bu yomon emas. Negaki, qiladigan ishimiz faqat o'yin o'ynash. O'yin o'ynab yutqizsangiz ham, yutsangiz ham 100 balldan berib boraveradi har o'yinni. 1000 yig'ish uchun ko'p vaqt sarf etilmaydi. 10 daqiqada yig'ib tashlasa bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, bu menimcha zo'r programma. Bemalol kirib, sketchat qilib o'yin o'ynab pul ishlashingiz mumkin. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing, videoga kanalga obuna bo'ling. Do'stlar, sizlar uchun programma topish juda ham qiyin bo'lyapti. Chunki avval ham aytganimdek, o'zbek YouTube'ida yo'q, narsalarni chiqarishga harakat qilyapman. Shuning uchun buni yaxshi baholaysiz degan umiddaman va o'z layklaringizni qoldiring. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.